Ayni damda Yakkasaroy tumanida joylashgan Bog'saroy mahallasi 12-dom qarshida turibmiz. Bugungi holatda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan, yig'ilib qolgan chiqindilarni mas'ul xodimlar bilan o'rganib chiqildi va tozalandi. Shuni ma'lum qilamanki, 3 ta maxsus chiqindi yig'ish shoxobchalari mavjud. Orasidagi masofalari yaqin. Fuqarolardan shuni so'rab qolamizki, maxsus chiqindi yig'ish shoxobchalariga chiqindilarni tashlashlarini. So'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda mahalla hududlarida chiqindi tashlab ketish holatlari salbiy e'tirozlarga, qolaversa muhokamalarga sabab bo'lib kelmoqda. Aslida ayrim fuqarolarimiz erinchoqlik qilib chiqindilarni maxsus chiqindi yig'ish shoxobchalariga emas, balkim pod'ezd yo'laklariga, mahalla hududiga, ariqlar bo'yiga tashlab ketish holatlari kuzatilmoqda. Bugun Yakkasaroy tumanidagi Bog'saroy mahallasi hududidagi ko'p qavatli uyning hududida ham ayrim fuqarolar tomonidan chiqindilarni tashlab ketish holatlari ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga aylandi. Bu hududda 3 ta maxsus chiqindilar yig'ish shoxobchalari mavjud. Har birining o'rta masofasi 100 metr tashkil qiladi. Fuqarolardan shuni so'rab qolgan bo'lardik, chiqindilarni maxsus chiqindi yig'ish shoxobchalariga tashlashlarini so'ragan bo'lardik. Bu hududimizning, shahrimizning, qolaversa har bir mahallaning ozodaligiga har birimiz, men, sen, ular barchamiz birdek mas'ulligimizni unutmasligimiz kerak.